Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum Chorva House obunachilari. Agrotech Holding kompaniyasiga yetib keldik do'stlar. Agro Market magazinining ichidagi narx-navolar bilan tanishtirib beramiz. Fermer aka-ukalarimizga oid xonadonda sigir boqadigan sog'an apparat va hokazo 3,5 ming dollarga mini traktorlarimiz yetib kelgan. Shularni obzor qilib ko'rsatib beramiz. Manzilimiz mana Rohat Krugidan kelasiz. Vodnik Krugi bu vodiyning yo'li. Rohat posti mana. Do'stlar, Toshkent shahar Bektemir tumani Vodnik Krugida Agrotech Holding mana magaziniga yetib keldik. Kompaniyaning o'zlariga, ofislari ham shu yerda. Nima kerak bo'lsa zakaz qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum, Xormay Sarvar aka. Yaxshimisiz? Odil aka, xush kelibsiz. Bugun mana tashrif buyurdingiz. Shu asnosida chorvachilik uchun agrotexnikalar, barcha texnikalar hammasini birma-bir obzor qilib, narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Kelganingizdan juda ham xursandmiz aka. Dastlabki xizmatlari bor. Dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Bemalol nomerlar qoldiramiz. Birinchi qo'l o'zimizdan. Asosan Turkiya, Xitoy, Germaniya mahsulotlari o'zimizda, birinchi qo'l o'zimizda bo'ladi. Dastlabki xizmatlarni qilib beramiz. Pastda nomerlarni qoldirgan bo'lamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, nima kerak bo'lsa. Qani bo'lsa ketdik aka. Ketdik ichkariga. Sarvar aka, qarang. Hozir bilasiz, men birinchi sog'an apparatni sigir mavzu bizga chorva-yu. Shundan boshlaylik. Narx-navosi nima, qaysi firma, siz qaysi firmani ko'proq tavsiya berasiz? Keyin boshida aytib ketamiz, aksiyalar nimaga berilgan. Tushundingizmi? Bo'ldi, xo'p, tushunarli. Qaysi firmalarga berilgan, qaysi firmani qaysi anaqasiga berilgan. Shu to'g'risida bo'lmasa ketdik, boshlaymiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Bu keling aka. Sog'an apparatdan. Men Barbarosdan boshlaylik. Sog'an apparatlarimiz Barbaros. Maslini so'raganlar uchun, ya'ni dovush pastlik ham ishlaydi deb qiziqayotganlar uchun mana Barbaros bittalik apparatimiz. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, 5,5 million so'm narxi. Ovozi past, eng muhimi. Ovozi past apparat so'raganlar uchun shuni tavsiya qilib beramiz. Xo'p, bu yonida mana necha litrli bak? 30 litrli. 30 litrli bak. Narxi nechi bu? 5,5 million so'm. 5,5 million. 5,5 million. Aksiya qaysi biri? Aksiyaga bu yoqdagi apparatlarimizga aksiya berganmiz. Bu ham bir xil. Bu ham o'sha vazifani bajaradi, faqat bunda shumi past bo'ladi. Ovoz past apparat so'raganlar uchun buni tavsiya beraman. O'rtoqlar, moyli bu. Hozir havoligini ham ko'rsatamiz. Xo'p, suxoy apparat so'raganlar uchun Oskar apparati Turkiyada ishlangan. Bitta buni yurg'izib, mana bu kattaroq joyga olib chiqing. Qani? Buni ham olib chiqib, yo'q, terib olaylikmi uchtasini? Chunki ana bilasa, yo'lkaga qanaqa yurishlarini ham ko'rsatib beraylik. Qiyinchiligi bormi yo'qmi? Ballonlari bor do'stlar. Mana. Xo'p. Mana sog'an apparat qidirayotgan aka-ukalarimizga xudo xolasa suxoy apparat so'raganlar uchun cho'ntak bob, hozirgi kunda aksiyada tushgan apparatimiz alyumin bachok 30 litrli. 30 litrli. Bitta sigir sog'ishga mo'ljallangan. 10-15 ta sigir bemalol sog'averadi. Bemalol. Va 1 yil garantiya qilib beramiz. Turkiyada ishlangan. Bu aksiyada. Aksiyada. O'zi asl narxi nechi bo'ladi? Asl narxi 4 million 400 bo'lgan. Hozir 4 million 200 aksiya narxida sotilyapti hozir. Xayri bormi o't berish? Yo'q, 4 million 200 aksiya narxi mana shu. Aksiya narxi? 4 million 200. Garantiyalari qanaqa ekan? Garantiya 1 yil garantiya qilib beryapmiz. Zapchastlar keladigan bo'lsak, hamma narsa ziyali o'zimizda bor. Qidirib yurmaysizlar. Biror narsa kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilib ko'rasizlar. Xo'p, 1 yil garantiya motoriga beriladi. 1 yil ichida motoriga nimadir holat bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz shu yerda servis qilib beramiz. Dastlabki xizmatlarimiz bor. Toshkent bo'ylab. Uzoqda yili uchun mashina gaplashamiz, imkon qadar chiqarib yuborib, yengillik yaratib beramiz. Agar sizga xudo xolasa Yevropa yoki Osiyoning boshqa davlatlaridan turib o'zimizni ularga yurgan akalarimiz zakaz qilsa, surpriz. Surpriz bor ularga. Ufkovka qilib, ufkovka qilib, chiroyli qilib, mashinani o'zimiz gaplashib, bu yoqqa borgandan 50 so'm, 100 so'm puliga o'zingizlar olib, qabul qilib olaverasizlar. Muhimi birinchi baribir jo'natishlarni ishlatib, tekshirib, qo'llanma qilib, video jo'natiladi, ishonchli qilib, garantiya talonlarni yozib beramiz, keyin jo'natiladi mijozimizga. Ketdik bo'lsa, keyingisiga o'tamiz. Keyingisiga keling. Mini traktor ham bor ekan. Videodan uzoqlashmaysizlar, mini traktorni ham hozir obzor qilamiz. Sog'an apparatlarda ketaveramiz. Xo'p, mini traktorimiz hozirgi kunda eng universal. O'zbekistonda bunaqa traktor topish qiyin. Ya'ni 4 ta g'ildirakli, oldi, orqasi tortishga mo'ljallangan, mana 4X. Oldida suradigan qismi bor. Orqasida freza plugi bo'ladi buni.
suradigan. Soatiga 600 gramm benzin rasxod qiladi. Soatiga 600 gramm. 600 gramm. Da. 1 soatga 600 gramm. 600 gramm rasxod qiladi. Xo'p, burilishi o'rtasidan, ya'ni pogruchklarga o'xshab buriladi. Ya'ni deyarli hamma joyga kiradi degani bu. Ya'ni kirish qiyin bo'lgan qismlarga ham bemalol kirib ishlatsanglar bo'ladi. Asosan ishlatiladigan joylar parniklar uchun, kichik yer maydonlari uchun, chorvachilik uchun, go'nglarni surish uchun yoki yemlarni chorvalarning oldiga surib berish uchun ham ishlatsanglar bo'ladi bemalol. Katta fermerlarga boyib ketgan ozuqani mollar bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Voy mashalloh. Buni narxiga keladigan bo'lsak, $3,5 motoriga 6 oy garantiya qilib beramiz. Motoriga? Dastlabki xizmatimiz bor. Bu o'zbekskimi yo turkiyskimi? Bu Xitoydan keltirilgan. Xitoydan, ha? Xitoydan keltirilgan bu. Hozirgi kunda bunaqa traktor O'zbekistondan topish qiyin. Da. Faqat bizda bor hozirda. Firmasini aytaman, Oskar Mashineri. Oskar o'zimizga tegishli bo'lgan firmaga chiqqan. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa va'da beramiz. Mana shunaqani traktorlarni o'zini skalatlidan borib, bazangizdan birinchi qo'l o'sha turgan joydan video obzor qilib, minib, oldi orqalarini tekshirib, обязательно surishlarini, tushirib chiqarishlarini nima deysiz? Albatta. Ot kuchini aytmanman, 18 ot kuchi. 18 ot kuchiga ega bu. 18 ta ot kuchiga. Bunga prava shart emas. Hech qanaqa dokument so'ramaydi. 30 ot kuchigacha prava so'ralmaydi. Eng yaxshi tomoni kichik yoshdagilar ham bemalol haydasa bo'ladi, bezapasni. Shu tomonni ham aytib o'tamiz. Ko'pchilik o'g'liga olib berish xohlaydi, ozgina uydagi ishlarni bajarishga. Aynan qulay demoqchiman-da. Bemalol, bemalol maza qiladi. Buni yer haydaydiganlari bormi yo hali kelmadimi? Buni yer haydaydigan orqasida ikkita korpusli plug, frizasi bor. Ya'ni yumshoq yeri haydashga mo'ljallangan, haydalgan, plugda haydalgan yeri kesaklarni maydalab, nolaga o'xshab tekislatib ketadi. Frizasi, vazifasi. 3 ta nasatkasidan beriladi. 6 oy garantiya. 6 oy garantiya. Narxi $3,500. Keling Odil aka. Qaysi birini? Xo'p, endi buni Oskarning nержавейкасini aytib o'tamiz. Bu ham aksiyaga tushgan. 4,600,000 dan sotilgan bu apparatimiz, ya'ni Suxoy. 30 litrli. 30 litr nержавейка bajo. Ya'ni hozirgi kunda, issiq kunda juda ham ko'pchilik yana sutlarni aynimasdan, ya'ni saqlash holatlari bo'ladi. Aynan shuni tavsiya qilamiz. Aynan yoz kunda, issiq kunlarda. Yoz kunda nержавейка zo'r ketadi. Uni ham 10-15 ta molga olib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Bunga ham necha oy garantiya beramiz? Bunga 1 yil garantiya qilib beramiz. Buni ham hamma narsasi o'zimizda bor. Faqat bu boyagi alyumin bilan bachogida farqi bor bo'ldi. Bir xil narsa kelasi ham. Alyumin bilan nержавейкаga. Da. Garantiyalar bilan, как положено dastlabkilar bilan qilib beramiz aka buni ham. Hozirgi kunda narxi 4,400,000, 4,600,000 sotilgan. Hozirgi kunda aksiya narxida sotilyapti. Bemalol tez murojaat qilib xarid qilsanglar bo'ladi. Bo'ladi. Da. Qaysi birini ko'rsatamiz yana? Endi sal arzonchiroq so'raganlar uchun mana yelim idishli. Bunga ham 1 yil garantiya qilib beramiz. Xuddi o'shanaqa, faqat bachogida farqi bor. Ko'pchilik o'ylaydi, plastmassa bachog baquvvat bo'lmaydi. Yo'q, bu turetskiy bachogi sinib, yoriladigan holat bo'lmaydi. Bu egiluvchan plastmassa eng muhimi. Chunki hozirgi kunda sutni sog'iladi, sirazi boshqa idishga olinadi. Demak, tez, ya'ni arzonroq so'raganlar uchun shu apparatni maslahat bergan bo'lardim. Bu hozir biza bittaliklarni ko'rsatib beryapmiz. Bittaliklarni ko'rsatib beryapmiz. Bizda bu yoq betda ekan ikkitaliklar. Ikkitaliklarimiz bu yoq betda. Keyin qarang. Yana bitta savol. Men ulab ketaveraman, siz javob berib ketaverasiz. Xo'p, bo'ladi. Sutni sovutadigan nima deydi? Tank aqladitel. Tank. Bormi? Bor, albatta bor. Ular necha tonnalikdan necha tonnagacha fazalari qanaqa? Fazalari 220, 380 voltga ishlaydigan. 300 litrliklar, 500 litrliklar 220 ga ishlaydi. Undan yuqorilari 380 ga ishlaydi. Ya'ni bizda hozir 300 litr, 500 litr, 1 tonna, 2 tonnaga mo'ljallangan, ya'ni gorizontal va vertikal tank aqladitillarimiz bor ekan. Qani endi yana bitta savol tug'iladi bizaga. Mana bu narsa nima? Mana shunga taqat savol berdim, tushundingizmi? Bolalarga juda ham ko'pchilik bu narsani zakazga olib keladi. Bizda nalichida bor. Qidirishadi, zakazga 1,5 oylab, 1 oylab kutishadi. Bu o'zimizda nalichida bor. Kutmaymiz, nalichida bor. Shundoq kelamiz, olib ketamiz. Buni dayni zallar uchun, ya'ni sut sog'ish zallari uchun. Xo'p, 1500 litrga mo'ljallangani bor, 2400 litrga mo'ljallangani bor, 3200 litrga mo'ljallangani bor. Misol demoqchi bo'lganim 15 ta, 16 ta zal mo'ljallangan, sigir sog'ishga mo'ljallangan zallar uchun 1500 taligini maslahat beraman. Nima vazifa bajaradi? Vazifasi shu vakuumatsiyada, o'sha vakuumni
ya'ni sog'ishni shu narsa belgilab beradi. Shu taqsimlab beradi-da. O'sha tortib berishi, vakuumni chiqarishi shu bajarib beradi. Buni yana bitta ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqchiman. Elektrodvigatel bor, bez elektrodvigatel so'raganlar uchun. Zapchastlari topiladimi, topilmaydimi? Zapchastlar hamma narsasi o'zimizda bor. Xullas, chorvaga oid nimaki problema bo'lib qolgan bo'lsa, O'zimiz yechib beramiz hammasini. yechimi bor. Bor aka. Aloqaga chiqsa, Bo'ldi. Telefon qilsa bo'ldi yoki kelib so'rasa ham o'zimiz qilib beramiz aka. bilasiz, eng yomoni hozir fermerlarda muammo bor. Muammosi buni sug'uraymanmi? Shu to'g'risida ham bitta qisqacha ma'lumot berib ketaylik. Mana, ana puling bor, fermering zo'r, lekin ishchidan problema bor. Na. Mana buni mol boshi sindirib qo'ydi. Qani buni zapchasi? Mana zapchasi. Mana. Xohlagan turdagi zapchasi bor. Qaysi buni iluring bo'ldi joyida. Qarang, ulab ketaveramiz. Tak. Nimaga siz menga eng kerakligi sog'an apparat bilan shu cheli, men bachok, To'ppa-to'g'ri. keyin qishloq xo'jaliklarda odamlar sayroyigiz keladi. Mana. Masala bo'yicha ham bor. Bularning narxini aytaylik. Ularning narxlari 200 Firmasi nima? Shuni ham aytib keting. Turkiyaniki Melasti firmasi. Mana men buni ko'rgan odam mana so'raylik. Mana bu firma bor ekan mana. Ha, Melasti firma. Voy mana. Bu odam bu firmani o'zi mana emblemani ko'rgan odam nimaligini tushunadi. Brend. Juda ham kuchli brend. Hozirgi kunda 2019-yildan beri rekordni urib kelyapti hozir. 6 yildan beri. Kollektorlarning har xil turlari bor mana. Narxlarni aytib ketaveramizmi, Nobodo? Narxlari 250 mingdan boshlanadi narxlari. 250 ming, 300 ming har xil. Undan qimmatroq mana Kurtsan brendi ham bor. So'raganlar uchun Kurtsan kollektorlari ham o'zimizda bor. Bemalol kelib olsanglar bo'ladi yoki jo'natib olish pochta orqali ham berib yuboramiz. Asabizni bizishga hojat qolmadi. Do'stlar mana. Ko'ring. Hamma narsani kalitini topib qo'ydim sizlar uchun. O'zini emib yoki jiyaninimi yoki mana shu dugonasini emib qo'yadigan mana shu sribuzolaga do'stlar burunga taqadigan nima deydi buni? Nabornikimiz ham bor. Lekin turi ko'paygani. Odil aka tozasi ham bor. Bu nima u? Germaniya kirbildiki. Bu ham burniga taqiladigan eng tozasini so'raganlar uchun. Haqiqiy nemetskiy. Nemetskiy kirbilda juda ham ko'pchilik bilishadi. So'raganlar uchun mana Kirbil kompaniyasiniki bor. Baquvvat, zo'ri. Xo'p. Tepa deganlarga uchun ham ko'rsatib ketaylik. Tak, antitepki, ya'ni ko'pchilik sog'in paytida mollarni juda ham ko'pchilikda muammosi, ya'ni mollarning olticha harakatini cheklash uchun aynan shu antibrekdan foydalaniladi. Ayniqsa birinchi qoringa qitig'i bor mollarga-da bu. Qitig'i bor. O'shalarga legirovkalari bor, katta kichik bo'lsa, shunga moslab bemalol ilib ishlatsanglar bo'ladi. Shundan keyin orticha harakatni cheklaydi, bemalol sog'sanglar bo'ladi. Narxi nechi pul? Bular narxi 200 ming so'm. 200 ming so'm. 200 ming so'm. Bu mana bular narxi nechi pul? Shunda nabornikki? Naborniklar narxi 100 ming so'mdan. 100 ming so'm. Da, tozasi. Ish hal qilarganmiz. Pichoqlarimiz bor. Lekin mana Germaniya bu ham nemetskiy upakovkasidan bilsangiz bo'ladi mana. Tozasi. Qalinligi ham zo'r, o'tkirligi ham cho'tki. Soplari ham baquvvat. Masalan, vrachlarimiz uchun yoki o'sha fermada ishlayotgan doktorlarimiz, veterinarga oid hamma narsa bor ekan, xullas. Doktorlar uchun ma'lumotlardan bor. Disk. Originali mana. Shlipovka qilish uchun. ham bor mana. Bu tuyog'i chaqlashga. Tuyoq tekis. Gribovka. Gribovlarga, tuyoqchilarga, sun'iy qochirish uchun ham mana shprislari ham bor, hamma yog'i bor. Mana yangi partiya ham kelgan bu. Bu nima bu? Tuyoq uchun bu. Misol tuyog'i yarador bo'lsa, chap o'ng tomoni bo'lsa, mana chapi ham bor, buni o'ni ham bor. Uni ham bor. Tuyog'iga shunday boylab o'rab qo'yiladi, bo'ldi. Yarador tuyog'iga nagruska tushmaydi. Anu, как poshna ekanda? Kablok. O, otangizga rahmat. Endi nimaga qaytamiz? Qarang, sizga voy, odamlar sut ichib bo'lib charchadi. Qaymoyingiz bor ekan-ku bizda. Keling. Shuni ham bir obzor qilaylik. O'rtoqlar, agar men noto'g'ri ma'lumot berib qo'ygan bo'lsam, men to'liq ma'lumot olishingiz uchun
Mana shu yerda hozir apparatlarimiz, nomerlarimiz bor. 91lik 165 37 00 ikkinchi nomerimiz. 95lik 950 70 22. Ekrani ostida turibdi. O'shanga murojaat qilib Murojaat qilaverasizlar. bemalol bog'lanishinglar mumkin, to'g'rimi? Ketdik. Video cho'ziladi. 1,5 soatlik video qilib beramiz inshaalloh. Sizlarga yoqadigan bitamiz. Nomer so'raganlar uchun mana taqiladigan maxsus. Voy, nomerlarimiz ham bunaqa bor. ham keldi mana. Ikki tarafida. Da. Qizil rangi, mana rangi ham bor, bittalik. Mana. Bu qistirish uchun. Bu qaytdiki? Buni ham ayting. Bu hammasi Turkiyadan keladi. Turkiyadan? Turkiya mahsulotlari bular. Ketdikmi? Bo'lmasa mana buni ko'rsatib beraylik. Hop, separatorlarimiz soatiga 120 litrgacha bemalol ishlab beradi. Xitoyda ishlab chiqarilgan. Bular Xitoymi? Xitoyda ishlab chiqarilgan. Narxiga keladigan bo'lsak 1 million 400 ming narxi. 1 million 400 ming. 110 120 litr soat. Kursaniki yo'qmi? Kursamida nima edi? Oldin Sichniki bo'lardi, Ukrainskiy. Hozir vaziyat shunaqa bo'lgani uchun u yoqdan olish imkoniyati bo'lmayapti. Unga yetmasdi lekin haqida. Sich eng zo'ri edi. Aytamiz. Buzoqlar uchun mana sut chelaklarini ham olib kelib qo'yganmiz. Germaniyaniki, Turkiyaniki ikki xil firma. Melasti firmasi va o'sha Kirbilli chelaklari bor. Buzoqlar uchun maxsus. Mana 8 litrdan boshlanadi litrlari. Keyin qo'ylar uchun ham mana olib kelib qo'yganmiz. Qo'ylarga ham bor ekan. Qo'ylarga ham bor mana. Keyin bilasiz, molni axlatini tozalashga plasmas. Plasmasda mana. Bilasiz, ko'rib qoldimmi? Bildingiz? Nimaga xushomad qilayotganini sezasiz. bor, mana. Bu qayerda ishlab chiqarilgan? Bu o'zimizniki. O'zimizda? O'zimizda ishlab Men chiqarilgan. O'nqo'rg'onda ishlagan-ku, ha, ishlash zavodda. Lekin yaxshi. Juda ko'pchilik maqtayapti. Ish beradigan. Singani yo'q. Yo'q, singani yo'q. Hozircha juda ko'p sotiladigan narsalarimizdan bittasi bu ham. Hozircha emas, buni egalari ana sizga tavsiya bergan inson nafsi to'q. Tushundingizmi? Kauchuklari, hozir hamma narsalari zo'r. Zo'r ishlangan. Bu keyin molni oyog'iga, tuyog'iga qattiq tegmaydi. Mayillik bilan maqsiz tegmaydi. Temiri bilasiz-ku, kesib olishi bor. Aynan shuning uchun mana olib kelib qo'yganmiz. Buni narxi necha pul aka? Buni narxini 60 mingdan sotilyapti hozirgi kunda. Agar katta ob'emni olgan odamga kelishtirib beradigan joyi bor, ha? Albatta. Qani? Sog'an apparat mana ikkitaligini ham qaytaylik. 10 tadan oshiq sigir borlarga ikkitalik apparat tavsiya qilamiz. Qaysi firma? Turkiya Arden firmasi. Arden, ha? Da. Bachog'i 40 litr alyumin bachog. Qo'shimcha qo'yadigan vakuumi ham bor. Dovush unaqa baland bo'lmaydi. Buni ham hamma zapchasi o'zimizda bor. 1 yil garantiya motoriga beriladi. Dastlabki ham qilib beramiz. Keyin bitta narsani ham aytib ketaylik, do'stlar. Bu meni fikrim. Endi siz ham qo'llab-quvvatlab turing. Motoriga ehtiyot bo'lishsin. Hozir bilasiz, ko'pchilik mol orqasiga taqab qo'yishadi. Harakatlanadi. Buni iloji boricha sog'an apparat ishlatib bo'lishgandan keyin chayib, keyin yuvayotganda motoriga eting, suv tekkizib qo'yish emas. Shu joylarni ham aytib keting aka. Keyin ishlayotganda iloji bo'lsa, joyidan qo'zg'alib yiqilmasa, bu butun umrga ishlatsa ham bo'ladigan. Bo'ladi. Keyin yana bitta narsa ma'lumot o'rni. 40 litrga mo'ljallangan, 40 litrdan oshirib olish kerak emas. Chunki 40 litrdan oshib ketsa, motor ichiga sut o'tadi. Bu degani yana servis qilish kerak degani. O'sha narsalarga e'tibor berish kerak. Pastokda ishlamasa bo'ldi, gilamni yana bitta narsa. Gilamni, ha? 220. 220. Bizda anaqa tokki ko'paytirib beradiganlarimiz bormi yo'qmi? Stabilizator hozircha bizda yo'q. Hozircha yo'q. Lekin hozirmalardan deyarli topsa bo'ladi, muammoli. Unaqa muammo yo'q. Yo'q. Keyingi apparatimiz Barbaros brendi, Turkiyada ishlangan. Nomerali. 40 litrli bachok Nirjevika. Shumi ham juda ham past, buni ham vakuumlisi bor. Bu suxoy deyiladi bu ham. Tak, ikkita sigiri birdan sog'sanglar bo'ladi. Narxi necha pul? Tak, buni narxini 6 million 600 narx qo'yilgan. 6 million ozgina kelishadigan joyi bor. Kalla miyasi necha pul? Miyalari bu 250 ming so'mdan sotilyapti. 250 ming so'm. Anonisi? Datchiklari buni bizda katta datchik bor, kichkina datchik bor. 150 ming so'm, 200 ming so'm narxlari chiqadi. Bemalol bilasa. Bundan ham bor. Nimaga? Men ko'ruvchilar tarafidan sizga tupikka tiqmoqchiman, uspet qila olmayman. Ana Ondalarga deyarli hamma zapchasi hamma narsa bor. Mana bu narsa so'rasangiz, mana bu narsani ham topib bera olaman. G'ildirak so'rasangiz, buni ham topib bera olaman. Hammasi o'zimizda bor. Hammasi bor. Boshqa joydan qidirib yurmaysiz. Hozir dim. Nima kerak? Chorvaga, katta fermer akalarimizga molga chisalka deyladimi? Chisal mol qashlag'ichimiz, Xo'p. 220 da ishlaydi. Xo'p, 360 gradusda
anaqa bo'ladi, ishlaydi. Ya'ni Ishlaydi. 360 gradus degani bu har tomonlama har joyni qashish imkoniyati bor degani. Xo'p, bu mol yaqinlashganda o'zi ishga tushadi, sensor datchigi bor. Uzoqlashganda 30 sekundda o'zi avtomatik o'chadi. Iloji bo'lsa 1.20, 1.40 balandlikda qo'ysa ham bo'ladi. Pastroq qo'ysa ham bo'ladi. O'rnatish. Narxini $650 narxi. Kattasi. Da, kattasi. Buni maydasi yo'q hozir. Hozircha nalichida yo'q. Nalichida yo'q, ha? Nalichida. Hozir nalichida bu bor. Narxi $650, 1 yil garantiya qilib beramiz bunga. Xo'sh. Turkiyada ishlangan. Turkiya mahsulot. Da, Barbaros brendi bu ham. Qarang, bizni qiziq voqea qolmasa, xonadon, bog'bon, fermer urib ketayotgan ekanmiz-da. Marhamat, bunga keldik endi. Bu nima kerak? Bu dori sepkich deyiladi, ya'ni apresitil. Xo'p, buni bizda 100 litr, 160 litr, 200 litr, 400 litrga mo'ljallangani bor. Xo'p, hozir ko'rganingiz 100 litrga mo'ljallangan. Bu 160 litrmikan? Ha, 160 talik mana bu tarafda, mana 160 talik ekan. Mana 160 talik ekan, do'stlar. Xitoyda ishlab chiqarilgan. Ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqchiman. 1 yil garantiya beriladi, 50 metr shlangasi bor. Xo'p, nasatkasi mana bu pistoleti deyiladi, 3 xil rejimda ishlaydi. Tomchi, chang, karchi rejimda. Uchish masofasi 9,5 metrgacha karchi rejimi. Yana bitta plyus tomonini aytib o'tmoqchiman. Bemalol gilos daraxtlarni ham changitsa bo'lar ekan-da, gapingiz bo'yicha. Bo'ladi. Uzumdan tort. Archa daraxtlar, daraxtzorlar eng ko'pchilik o'sha zomin tomonidan juda ham ko'p zakaz bo'ladi, daraxtlar ko'p, archalar ko'p, baland shu joyga juda ham ko'pchilik so'rashadi. Voha taraf o'zi aktiv. Aktiv. Nimaga bunaqa narsalar kamligi uchun. Vodiy taraf o'z texnologiya kuchaygan. Bizani vodiyni men shahar sentri deb hisoblayman-da. O'zi aslida Toshkent shahar sentri, lekin bunaqa jihat bo'yicha rivojlanish, bilasizmi, Inamarkalar ham qayerdan keladi? Vodiydan keladi. Germaniyaga tushib qolganga o'xshaysiz. To'g'ri. Plyus tomoni yana bittasi, yana bitta 50 metr shlangi pistolet olib, ikki kishi ham ishlasa bo'ladi bu yoqda. Ha, ikkita tomonga qarab. kompressor kuchi yetadi. Yetadi bemalol. Xo'p, yonidagisi Turkiyada ishlab chiqarilgan 200 litrga mo'ljallangan. Buni benzinga ishlaydigani bor, tokka ishlaydigani. Parnichalar ko'pincha tokka ishlaydigani olishadi. Daraxtlarga, ekinlarga, bog'larga asosan benzinga ishlaydigani olishadi. Buni? Bunga ham 1 yil garantiya qilib beramiz. Mana do'stlar, bu ham shu narsani bajaradi. Ikkalasi ham bitta vazifa. Bacho'ga kattaroq olganda. Da, bacho'ga qarab chiqaradi bular. Endi Hoji aka, drabilkalarga navbat beraylik. Hozirgi kunda chorvador akalarimiz juda ham kerakli bo'lgan drabilkalarimiz, ya'ni universal, ya'ni originali. Originali? Original. Qayerda ishlab chiqarilgan bu? Turkiyada ishlab chiqarilgan. Turkiya. Ya'ni makka jo'xori poya, somon poya, beda poyalarni slyusga o'xshatib, maydalab, chiroyli qilib beradigan drabilkamiz aka. Bundan o'zimizda bor nalichida. Narxi necha bu buni? Narxi buni tak 7,5 million atrofida. 7,5 million so'm. So'm. Xo'p, yonidagi to'rtburchak nima vazifani bajaradi? Tak, yonidagisi bu pushulka. Aha. Bu donlarni, ya'ni buqalarni bitta narsa ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqchiman Odil aka. Juda ko'pchilik buqa boqishadi. Donni ko'pchilik atala qilib, boshqa qilib berishadi-da. U maydalab berishadi, ya'ni unga o'xshatib atala qilib berishadi. U xamirga o'xshab qoladi oshqozonida. Bu narsa donni solgandan keyin 3-4 ga ezib beradimi? O'zi chaynab mazza qilib semirishiga ham tezroq yordam beradi. Jo'xori qilib berar ekanda, bodroq deydimi? Da, bodroq. Pushulka bu. Buni 1 tonnaligi bor, soatiga ishlab chiqargan. 3 tonnaligi ham bor. Nalichida bor bu ham. Turkiyada ishlab chiqarilgan ekan. Narxlari necha pul? Ikkita bir xil ekan-ku. Narxi bu 1 tonnaligisi 18,5 million so'm narxi bu. 3 tonnaligisi 30 million atrofida chiqadi. 30 million. Da. Yonidagicha. Bu ham xuddi shu pushulka, faqat Barbaros firmasiga tegishli bo'lgan. Bu ham xuddi shu vazifani bajaradi, bir xil narsa ikkalasi. Xullas, firmasi ikki xil. Firmadan uzoqlashmayman, firminni olaman degan ukalarimizga tanlab olishaveradi. Xohlasanglar mana Kurtsan brendi yoki mana Barbaros. Barbaros. Ikkalasi ham donni ezib, tayyor yem qilib beradi. Bemalol. Xo'p, bu nima ekan bu? Vakuumli nasos. Bilaman. Ya'ni vakuumli drabilka biz adashdim. Buni eng qulayli tomoni tonna don mahsulotlariga shunday vakuumni qo'yib qo'ysa, o'zi ishlayveradi. Ishlagan tashab qo'yamiz. Da, un kepay qilib beradi. Un kepay qilib beradi. Yoki sotasi bilan bu yonida mana o'zini joyi bor. Sotasi bilan ham makka jo'xorini sovursangiz, maydalab un kepay qilib beraveradi. Buni setkalari bor. 4 xil setkasi bor. O'zida bitta setkasi turibdi. Mayda, yirik, yana ham yirikroq qilib bemalol. Endi bu necha fazada ishlaydi? Bular 3 fazaga ishlaydi. Soatiga 1 tonna chiqaradi. 1 yil garantiyasi bor. Xitoy zavodniki.
7,5 kilovat motori bor. 380 ni ishlaydi. 380 ga ishlaydi. Bunisi endi aka. Tak. Bu men bilaman, Do'ron akam olganlar, akamiz baraka topdilar. Faqat sizlardan iltimos o'zini mutaxassisi bilan jo'natinglar. Xo'p. Kelishligi zo'r bo'lardi. Xo'p. Ko'chadan yo'llamang. O'zini mutaxassis bilan bo'lsa, u gapga chaqqon bo'ladi. Hozir bilasiz, fermada nima muammo? Suti narxi tushib ketyapti. Rasxoddan, foydadan rasxod ko'p. O'shaning uchun o'zini effektni chiqarib beradigan qilsangiz, baraka topdilar akam. Oldilar, meni reklamamni oldilar. Endi narxi nechi pul buni? Oshdimi, oshmadimi? Shu to'g'risida gaplashaylik. Xo'p, narxi 8,5 million. U paytda nechi pul edi? U bir xil chiqaruvdik, Bir xil siz bilan chiqaruvdik. chiqaruvdik, to'g'rimi? 8,5 million o'sha oshgani yo'q narxi. Ma'lumot aytib o'tamiz. Ayting shuni. 2,5 metr uzunasiga Aha. 250 litr suv eltadi. Polni o'ramasi, ya'ni qoplamasi nержавейка. Hech qanaqa chorvalarni to'kirmaydi. 16 voltga ishlaydi. Mana bu yoqda shiti bor. Shit bor. Bu endi vazifasi shu sovuq kunlarda suvni iltib, buqalarga, buzoqlarga, chorva sigirlariga qo'yiladi, o'rnatiladi aka. Xo'p, chorvalarni tagini tozalash uchun mana surgichlarni olib kelib qo'yganmiz. Rushnoy. Rushnoy mana. Voy jonim bolam. Mana qarang. Legirovka qilsangiz ham bo'ladi buni. Baland past qilsa. Yoniga to'g'riga qilib legirovka bo'lsa. Qarang mana bunaqa narsa. Uni ham axlatini tozalasa bo'ladi. Keyin oldida ovqatlarini rushnoy yugurtirib olsa, o'rtada ruli bor. Mana buni o'ngga, chapga, o'ngga, chapga. Qorlarni ham tozalasa bo'ladi aka. Qish kunida qor tozalashga ham zo'r. Narxi nechi pul? Buni narxi nechi pul edi Islom aka? $100 narxi aka bu. Turkiyadan keltirilgan. Qarang, hozir bitta ish menga videoni yoqyapti-yu, faqat menda keyingi safar endi yomg'ir mana yog'yapti bizda. Ko'chada olib ko'rsatib beramiz. Xo'p, bo'ladi. Sizni narsangiz juda ham ko'p. Mana hozir kam ko'rinyapti, lekin bularda baza bor o'rtoqlar. Qarang, narsa juda ham ko'p. Buni bitta olib chiqib ko'chada yoyib ko'rsatib berganga yetmaydi. Maza qilishadi. Xo'sh, hozirgi kunda bilasiz, nima kerak? Fermaga havo kerak. Havo kerak. Keling mana Nechiginchiliklari bor sizda? Nechiginchiliklar aka? Tak, ya'ni 1 metr deyiladi, endi 90 ga 90 deylik. Xo'p, 6 ta parrak, oldida jalyusi bor. Xo'p, uchirish masofasi 7,5 metrga. Nержавейка qoplama polni. 220 380 ga ishlaydigani bor. Motor nima deyishlaydi? Remenda ishlaydimi? Remenda ishlaydi. Remin bormi? Remin o'zimizda bor aka. Bor, muammosi yo'q. Muammosi yo'q aka. Necha yilga garantiya beramiz? 1 yil garantiya bunga. Bunga ham. Bunga ham 1 yil garantiya qilib beramiz. Bitadigan taqalgan narxi necha pul aka? Narxi $200 turadi bu narxi. $200? Da, 220 ishlaydigani $200. 90 ga 90 $200. Shu narxda chiqadi aka. Buni 380 ga ishlaydigani ham bor, $190 chiqadi. $190 chiqadi. U ham bir xil xuddi shu bilan. Faqat voltiga farq bor. Bu 220, unisi 380. 380 ha? Hozir Qozog'iston davlatidan kirib kelayotgan buqalarimizni hozirgi kunda evakuatsiya to'xtatilgan-ku, lekin sigiri bor, buqasi borlarga men buni ham tavsiya beramiz. Bu begona molni molingiz ichiga qo'shganingizda asqotadi. Dori kerak narsani aytdingiz. To'g'rimi? Dezinfeksiya qiladigan tuyolarni. Mana bu Turkiyada ishlab chiqarilgan 250 litr tekshirib qolmaydi. Tekshirmaydi. Bu juda ham baquvvat. Ustiga chiqib sakrab ham ko'rsangiz bo'ladi boshqa. Eng keraklisi tuyolarning orasigacha mana ko'rsatib o'tamiz, orasigacha dezinfeksiya qiladi. 250 litr suvga eritadi, 2,5 metr uzunasi. Tuyog'i ochib beradi mana bu narsa qirra. Mana qishi ochilganida, xullas mana bichiladigan joyi bor, barmog'ingiz ulangan joy. O'sha joyigacha dezinfeksiya qiladi. Zo'r. Gap yo'q. Men ko'rsatmagan narsalarimiz siz ko'rsating. Oldinlarga keling, eng sizni obunachilaringizga kerak bo'ladi. Chunki ko'pchilik sizniki obunachilaringiz chorva bilan shug'ullanadi-da. Eng kerak bo'lgan domkrat aka. Ya'ni avariyniy holatga tushib qolgan chorvalarni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish yoki ko'tarish uchun mo'ljallangan. Ko'tarish uchun. Bunda ham o'zimizning ichida bor ekan. Turkiyada ishlab chiqarilgan. Buni ham legirovka qilib, katta kichikligiga qarab, ya'ni ko'tarib, bu yoqqa, ya'ni keyingi mashinaga ko'chirish uchun ishlatiladi aka mana. Yoki yotib qolgan molni ko'tarish uchun. Yana bitta kerakli narsani aytib o'tmoqchiman. Ya'ni sigirlarni to'ldirishda ishlatiladigan tortqich deyiladi. Bundan ham o'zimizning ichida bor. Bu turetskiymi yo'qmi? Turetskiy. Turetskiy. Turetskiy, ha? Ya'ni sigirlar tug'ish jarayonida, ya'ni bolalarni tortib olish uchun aynan shu tortqichdan foydalanadi. Bundan ham bor ekan ichida. Narxi nechi pul? Buni narxi nechi pul edi Islom aka?
Potqichimizni narxi. Bizani bosh muhandisimiz deydimi, anaqamiz, akamiz deydilarmi? Endi narsa ko'pda aka, shu esdan chiqib. Narsa ko'p. Narsa Lekin ko'p. ko'zga ko'rinmaydi-yu, narsa juda ham 4 million so'm ekan narxi buni. 4 million so'm. Ha. Mhm. Keyin xo'sh, Yana bitta keraklisini aytib o'tay. ayting. Juda ham ko'pchilik hozirgi kunda echki boqyapti. Mhm. Ya'ni apparat echki sog'adigan apparat bormi deydi. Bu juda ham bilamiz, echkisi bor odamni sigiri ham bor. Echki sog'adigan apparatni mana bunaqa moslab beramiz, o'zimizda tayyor bor. Bitta apparat olasiz, bunga echki sog'adigan qilib moslab beramiz. O'zimizda, ya'ni echki sog'adigan apparat so'rayotganlar uchun ham o'zimizda bor. Bor. Ha, keyin qarang, bitta narsani tushuntirib ketaylik. Uni o'rgatib qo'ysangiz, sigirga ham alishtirib, Sirasiz. bemalol qo'yib, ikkita narsa, shilanko'zlarga ular ekan. bo'ldi. Boshqa Tayyor muammo qilib yo'q. beramiz, ha. O'zimizda bor bunda. Qani mana bu chisalka. Chisalkamiz bilasiz, hayotda buzilmaydi. Endi anu cho'tkalari yedirib ketishi mumkin. Tabiiy holat u. Tabiiy. O'shanga men cho'tkalarni ham ko'rsatib ketib, bitta narxini nima deysiz? Xo'p, mana cho'tkalarimiz ham bor, ko'rishlar mumkin o'zimizda. Tak. Bu uncha-munchaga yedirilmaydi o'zi. Yaxshisi-da bu, tozasi. Egilib, bukilib ketadigan holatda emas. Bunda ham nalichida bor aka. Bemalol so'rasa qilib beraveramiz. Muammo yo'q. Bor. Bor aka. Nalichida bor. Ya. Keyin do'stlar, men motorlarimizni ham ko'rsatib ketaylik aka. Xo'p, buni vazifasi. Bilaman, tepasiga o'rnatiladi. Bu aylantirib turadi. Buni do'stlar, agar sizda ketib qolgan bo'lib yoki nimadir muammo bo'lib, chetidan nimadir oqizib, asaringiz buzayotgan bo'lsa, Kichkina ko'ptasi. mana yechimi bor. Lekin sizlar noto'g'ri gapira qo'ymaydi, ana narsa yozasiz. Qarang, 3 tonna. Bu prosta litrini so'ramoqchi bo'ldim. 3 Litrni? tonna, 5 tonna, 10 tonnagacha bor o'zimizda nalichidagi. Aylantirib beradi. Da. Ertalabki sog'in bilan kechqurungi sog'inga sutingizni yozgi kunida filtratsiya qilib beradi, aylantirib, qamalab turadi. Qamalab turgan sut axlat-litrda achib qolmaydi. To'ppa-to'g'ri. Muzdayda maza bo'lib turadi. Xo'p. Payolka, ya'ni suv idishlarimiz ham bor. Ko'rishlar mumkin. Qat-qatiki qarang. Bular 3 xili bor ekan-a? Turkiyadan kelgan hammasi. Nerjevaka so'raganlar uchun nerjevakasi bor aka. Bu o'zi to'ladi. Kamaygandan yana to'lib qoladi yana bu. Nerjevaka. Narxi 350 ming so'm. 350 ming so'm. 350. Mana bunaqa metallическisi bor. Bizga suv bo'lmasin. Ya'ni sonnali buqalar, ya'ni buqalarga mana shuni maslahat beraman. Tili bo'ladi. Bu chorvani burnini tiqqan paytida suv keladi. Ya'ni ekonomishli. Doim toza suv ekonomikaga aynan shuni maslahat beraman. Cho'g'in idishli bu. Buni ham narxi 350 ming so'm. 350 ming so'm. Xo'p, o'nligi bu yoqda yana boshqacharoq variantim ham bor. Hop. Yangi kelgan tovarlar. Yana ko'rsatib o'tamiz. Xuddi shuni plastmassaligi mana. Buni ham tili bor. U qayerdaki? Bu ham Turkiyadan kelgan. Turkiya. Mana bunaqa variant. Xuddi unda ham ikkita variant bo'lsa, bunda ham ikkita variant qilib qo'yganmiz. Xohlagan odam buni yoki uni tanlab olishi Narxi nechi pul bo'ladi? Bular 200 ming so'mdan aka. 200 ming so'm. 200 ming so'mdan qilib beramiz buni. Voy, ustozidan potaxomiy lekin chempionman deb va maqtanib doktor bo'lib, addini ajralib ketganlarga mana buni qarang. Azotmi bu? Ha, duvar idishlarimiz bor aka. Bay. Bu anaqa. Urug'lantirish uchun, Urug'lantirish. saqlash uchun deydi. Ha, muzdek O'zlatra urug'ni saqlab beradi vazifasi. saqlab beradi. Vazifasi shu. Shu. Buni 10 litr, 20 litr, 35 litrga mo'ljallangani bor aka. O'zimizda nalichida bor. Narxlari 4 million 600 dan boshlanadi aka. Bularni. Da. Ya'ni 10 litrligi. 7,5 million so'm 20 litrligi. Hop, kattasi 9 million 500 ming. Narxi 9 million 500 ming so'm. Keyin mana bu narsa yangi keldi aka Germaniyadan. Uni ham aytib o'taylik. Bu nima ekan? Bu ya'ni молочный taksi deymiz, ya'ni buzoqlarga sutni qizdirib beriladi. Ya'ni ichketar bo'lmasligi uchun har xil. O'shaning uchun buni ruchnoy varianti, ya'ni flagiga tiqilgan holatda bu sutni qizdirib beradi. Keyin bolalariga bemalol. Tepada ko'rinadi gradus. 36 da 39 bu ko'rinib turadi. Ko'rinib turadi mana. Mana gradus. Bu yoqda mana lirovka qilinadi aka. Bu Germaniyadan kelgan. Kirbelliki bu ham. Garantiyasi bor. Nechi pul narxi? Narxi nechi pul ekan bu? 5 million so'm ekan aka narxi. 5 million so'm. 5 million so'm yozib qo'yilgan. Xo'sh, do'stlar, videoni to'xtatmaymiz. Oyog'i segidagi Rezina qattiq ishlab chiqarilgan. Rezina matlarimiz o'lchami 1.10, eni 1.10, eni uzunasiga 1.85, qalinligi 2. Ichida ipi bor. Eng muhimi ipi bor. Turkiya, O'zbekiston qo'shma korxona ishlab chiqaryapti.
egiluvchanligini ham aytib o'taylik. Bukkan holatda bu sinib yorilmaydi, titilib ketmaydi. Juda ham sifatli mat. Narxi 8 ming so'm qilib beramiz. 8 ming. Ko'proq oladigan odamlar uchun kelishadigan joyi bor ekan. Yana Rezina etiklarimiz bor. Qishloq xo'jaligida ham bemalol kiyib, ya'ni suvchilar akalarimizga ham tavsiya qilamiz. Chorvachilikda, chorvachini ishchilarga olib bersanglar maza qilib keladi. Bu unaqa veshni narsa. Nima deydi? Teshilib yoki yetiladigan narsa emas. Turkiyaniki. Narxi 300 ming so'm. 300 ming so'm. Buni razmerlarini aytib o'tay aka. 42, 44 mi aka? 42, 44 razmerlari bor hozirgi kunda. Nalichkada bor. Keyin dayilni zallar uchun mana yod, kislota, shelovchlarni ham olib kelib qo'yganmiz. O'zimizda nalichida bor, boshqa joydan qidirilmaslar. Hammasidan bor. Hurmatli obunachilar, mana endi asosiysiga kelyapmiz. Bilasiz, bozordan nimani olib kelamiz yoki sigir olamiz. Sigir sutini o'lchash uchun cheliklarimiz bor. Litr 10 litrdan 20 litrgacha ko'ryapman mana ko'zimda. Alyuminiy va nejavika. Alyuminiysi nechi pul? 10 litrligi, nejavikaning 20 litrligi nechi pul? Qaysi firmaniki? Bular hammasi Turkiyadan kelgan. Bu alyuminligi 300 ming so'm narxi. 300 ming so'm. Bu yonidagi 14 litr, 20 litr. Ichidan ham o'lchaydi. Bu ham. 14 litrligi 450 ming so'm, 20 litrligi 550 ming so'm. 550 ming so'm. Keyin Odil yana bitta muhim narsani ko'rsatib o'taylik. Chamondan, diplomatik, prizma bu. Pul sizga deyman. Mana menimcha uzi apparat bo'lsa kerak, agar adashmasam. To'g'ri topdingiz aka. Topdimmi? 100% to'g'ri. Mana uzi apparatlarni olib kelib qo'yganmiz aka. Narxi nechi pul? Necha oy garantiya bera olasiz? Bunga 6 oy garantiya qilib beramiz. Adashmasam shu bir haftalikda bu bemalol homiladormi yoki homilador emasligini aniqlab beradi. Ushlagan ushlamaganligini bilsa bo'ladi. Otga ham, sigirga ham, tuyaga ham bemalol ko'rsa bo'ladi aka. Aksiyadagi narxini ayting yoki buni narxi $2300 aka. $2300. Kelishadigan joyi bor aka. Hozirgi kunda nalichkada bor. Tayyor bor. Olsanglar bo'ladi. Qilib beramiz, to'lab keting. Yo'q. O'zi bu bundan oldingi videolarimni ham faqat chiqarar edim. O'rtoqlar, ishonchli, nadojnik, ruschada, ya'ni Odil aka yana bir narsa qolib ketibdi. Shox kuydirish apparati. Eng hozirgi kunda buzoqlar uchun kerak. Men o'zim chorvaning ichida yurganimdan keyin qarab aytib bera olaman. Mana shox. Bu ham Germaniya aka, Kirbilliki. Buzoqlarning shoxini kuydirish uchun mana payandik deymiz. Bunda ham nalichida bor aka. Nalichkada bor. Bor aka. Olib kelib qo'yganmiz. Mana korobkasini ko'rasizlar, to'lib yotibdi. Keyin sizlarga mana ani eski tusga kirib yotgan mashinada bir susta aylantirgandan ko'rasiz, Barbaros firmani. Barbaros 55 litrga mo'ljallangan. Ya'ni qatig'i saryog'ini ajratib beradi. Masloboyka deyiladi. Keyin yana bitta narsa, hozirgi kunda ayron qiladiganlar shundan foydalanadi. Ya'ni ayronni nimasini aralashtirish uchun shundan foydalanishadi. Ayronchilar ham olishadi demoqchiman. Ayronchilarga ham bemalol tavsiya qilsak bo'ladi buni aka. Mana do'stlar. Xullas, do'konda yo'q narsani o'zi yo'q, lekin sizlarga biz va'da beramiz albatta. Ba'zan o'zidan, ana sklad deydimi, omborxona deydimi o'zbekchada? Omborxona o'zimiz, skladimiz bor. Bor. Katta texnikalar, ya'ni tank axladitorlar, fiksatorlar, lejankalar, u yangi partiyalar kelgan, baquvvatlar, zo'rlar kelgan ekan. Keyin bir narsani agar siz uzoqda turib kelishga imkoniyatingiz yo'q, lekin sog'lom apparati zakaz qilasiz, yetkazib berish xizmatlariga, dastlabki xizmatlariga bizning tarafdan mashina, siz tarafdan jo'natsangiz ortib beramiz. Agar o'zimiz jo'natadigan bo'lsak, sizdan bitta iltimos, o'rtamizda sovuqchilik tushmasligi uchun videorolik qiling. Xo'p bo'ladi. Ishlayotganlarini o'zi joyida yig'ishtirib joyiga solayotganingizni oluvchi odamga tashlab bering. Keyin bizga ana skochlangan shart emas, bilasiz, sinovdan o'tmagan bo'ladi. Bu tayyor. Boyagi gapingiz. O'z sinovdan o'tkazib bering. Bu iltimosim shu aka. Xo'p bo'ladi. O'sha mijozimizga doim qiladigan ishimizni ishlatib, tekshirib, videolarni jo'natib, ya'ni ixchamroq qilib jo'nating deydi. Ko'pchilik yengil mashina jo'natadi. Ixcham qilib, qayerdan nima yechildi, qayerga nima qo'yish kerak, hammasini video qilib jo'natamiz. Xudo xolasa. O'rtoqlar, biz xayrlashishimizda yo'q, qolib ketgan narsalarimiz bo'lsa, ayting aka. Keling Odil aka, bu yoqda ham bormi yana? Kattaroq. Erimaymiz.
ko'rsatib beramiz inshaalloh. Xo'p, o'qimiz. Oho, mana. Bor ekan-ku bizda zaxirada. Zaxirada bor aka. Xo'p, tankali litrlarni aytib o'tamiz. 500 litrga mo'ljallangani 300 litr. 220 ga ishlaydigan mana so'raganlar uchun 300 litrligi. 500 litrligi. Qanchaga garantiya bera olamiz? 1 yil garantiya qilib beramiz. 1 yilga garantiya beramiz. Iloji boricha olib borib o'zingizlar baribir mutaxassissiz o'rnatib shundoq o'rnatingki, videoga olib oling. To'g'ri. Tok qancha kirib kelyapti. Iloji boricha 220 ga 220. Hozir bilasiz, bizda soch bo'kisi tokimiz 140, 170 ga tushib ketadi. Yozgi kunida 220 dan ham o'tib ham ketishi mumkin-da. O'shanga iloji boricha olgan narsangizga qanday muhabbat qo'ysangiz, ayolingizni asraganday asraydigan bo'lsangiz, o'rtoqlar, bu narsa sizga umrbodga xizmat qiladi. Demoqchimanki, pala-parchlik bilan uzoqqa yetib bora olmaysiz. 42 razmerda kiygan oyog'ingizga tufliga 44 kiyib uzoqqa bora olmaysiz. To'g'ri. O'shaning uchun o'ziga o'zi 220 ga 220, bu 380 mi? Bu 380 ga ishlaydi. 380 voltni 3 fazalini kirgizib ishlatsangiz, uzoq muddat, juda ham uzoq muddat. Lekin bularning ham zapchaslari hozirgi kunda bizada servis bor. Nalichkada bor. O'zi unaqa zapchasi unaqa tez buzilib qolmaydi. Asosan servis qilinadi. Odil aka juda ham ko'pchilik hozirgi kunda so'rayapti, granulator. Ya'ni quyonlarga, baliqlarga va qo'ylarga yem uchun. Ya'ni bu har xil narsani aralashtirib solsangiz, makronchaga o'xshab siqib yem qilib beradigan narsa. Bundan bor nalichada soatiga 250-300 kilogrammgacha chiqarib beradi aka. 380 ga ishlaydi bu. Zavodga eng muhimi samodelli emas. Samodelli emas, zavodga. Keyin bu yoqda mana boyagi молочный taksi dedik. Mana bunaqa varianti bor aka bundan. Katta kichik qismlaridagisi bor aka, bemalol. Gradus o'sha bemalol. Da, pistoletlari bor mana o'zini. Bu yoqdan to'kadigan, ya'ni chelagiga to'kib oladiganlar uchun ham kraniki bor. Ya'ni sutni qizdirib buzoqlarga berish uchun shu молочный taksidan foydalanadi. Boya aytganimiz mana 3 tonna haliga. Pushilkamiz 3 tonna. Kurtsan brendi. Bundan ham bor aka. Endi qolgan katta gibrid tovarlarimiz asosan bazamizda, skladda saqlanadi. Qachon xudo xolasa va'da beramizmi chiqarishga? Tez kunda video qilib, ularni ham joylashtirib ko'rsatib o'tamiz aka. O'tamiz-a? Mana do'stlar. Zakaz qiling, e'tibor bering. Videoni oxirigacha ko'rgan aka-ukalarimiz uchun ming rahmat deb qolamiz. Bir dona like bosib va kommentariyada o'z fikringizni qoldirib ketinglar. Bundanday go'zal videolarni xudo xolasa mana shu akamiz bilan birgalikda keyingi videomiz ba'zida xudo xolasa chiqarib beramiz. Tepamizning narxi aytmamiz. Buzoqlar uchun. Bachokcha. Ha, buzoqlarga sut berish uchun mana butulka deyiladi. Soskalari bilan 70 ming so'mdan narxlari aka. 70 ming. 70 ming so'm. 3 litrga mo'ljallangan. Bu. Bu. Mana film tugadi, e'tiboringiz uchun rahmat. Siz ham Sog' salomat aka, sizga kattakon rahmat. Xo'p, rahmat.